Allah'ın bendisi olmak ketay. Abdülkadir Damullam xalqni ma'rifatga, uyg'onishga chaqirdi. U boshlagan ma'rifat yo'li porloq, u mangu davomlashadi. Karvon to'xtamaydi. Elvida ustoz, yotgan joyim jannati bo'lsin. Elvida. U har qanday kitobdan o'zida kam bo'lgan biror tomchi bilim va axloq fazilat topsa, uningdan mamnun bo'ladi. Ketgan vaqt va chekkan riyozatidan hargiz og'rinmaydi. Tirikchilik mashg'ulotlari ichida kitob ko'rish va kitob mutolaa qilishdan ortiq lazzat beradigan mashg'ulot yo'q deb hisoblaydi. Bomdodga azon chiqqanda Damullam uyida bomdodning sunnatini o'qib, ondan masjidga boradida jamoat bilan birlikda farzni o'qiydi. Namozdan keyin taliblarga dars o'tadi. Atdiganlik dars kam bo'lganda-mu 2 soatdan ortiq davom qiladi. Necha guruh, necha boldoqqa bo'lingan taliblarga darsni xuddi saharda sayrgan bulbuldek ochiq va xushnavo so'zlab, ochiq miyasiga muhr bosgandek o'rnashtiradi. Darsdan keyin uyiga qaytib, oddiy noshta qiladi-da, qozixonaga boradi. U yerda har kuni uzilmasdan bo'lib turadigan da'vo dastak, talash tortish, mojarolarni bir taraf qiladi. Arzu hol, dod faryod aytib kelguchilarning dardini anglaydi. Da'volar ustida shariat qonuni bo'yicha adil hukm chiqaradi. Vaqt chiqarib, jamoatchilik ishlariga mumangadi. O'lim yetim ishlari, nazir chiroq, to'y to'ykunlarga qatnashadi. Namoz asrida e'tiqod jamoasiga berib, namozdan keyin jam bo'lgan jamoatlar so'rgan masalalarni yechib, hadis o'qib, amr ma'ruf usulida boshqa o'limalarga o'rnak bo'lgudek namuna tiklab, al jamoatni rozi qiladi. Kech qubdandan keyinmu istiqomat hujrasida uzoqcha kitob ko'radi. Ati o'tiladigan darslarga tayyorlik ko'rib qo'yadi. Yechilmagan masalalarga javob topadi. Ba'zi oqshomlari peshonasidan munchoq tar qo'yilganiga qaramay, qo'mush qalamni choptirib, muhokama maqolalarini yozadi. Yana ba'zi oqshomlari arab, Paris, turkiy tillarda fasohatlik g'azal, marsiyalar yozadi. Kundalik mashg'ulotning bu qadar zich o'rlashgan tartiblari Damullamga shu qadar lazzatlik seziladiki, to'liq hollarda mashg'ulotning qiziqchiligida o'zini unutib qoladi. U shu topda Ishtixor haqida yozilgan g'azalning arabcha nusxasini ko'zdan kechirmoqda edi. G'azalning tarjimasi mundaq edi: Xislatimdin bil sidqu adabla, go'zal axloq oliy himmatla. Sharafimga dalil xayru saxovat, adnoyi xislat karam ehsonla. Fikri esil roy oshnodur manga, ilm irfon zo'q tamom hikmatla. G'azalni kuchlik ohang, to'liq talaffuzda bir qancha qaytim o'qib chiqqan muallifning dili zulmatda sham yiqilgandek pallada xushalliqqa to'ldi. Mashg'ulot, ajr, ijtihod va ijodiyat baxsh etgan bu xushluq qalam sohibi Abduqodir Damullaga xos xushluq edi. Ochiq deriza oldida Abduqodir Damulla kechining sof havosidan qong'uchi nafas ilib xiyol surayotdi. Uning xiyol ekraniga birdilla o'z ajri singan aqoidi zaruriyya, ibodatul islomiyya, ilmi tajvid, ilmi hisob kitoblari, arabiy ilmni turk tilida o'qiydiganlar uchun yozilgan Bidoyati sarf, Bidoyati nahvi va Miftohul adab asarlari keldi. U ijtihod bilan tirikchilikning mahsuli bo'lgan bu asarlarimdan xalqim, millatim oxir bir kun minnatdor bo'ladi deydigan sodda xiyol bilan o'z ko'nglini xush qildi. Orqadilla o'z amgakining to'limi ozligini, odam hayotining to'limi cheklik bo'ladiganligini his qilib, buningdan keyin tirishib, bajonidil ishlashning zarurligini tunib yetdi-da, xalq hozir nimaga muhtoj? Yana nimalarni qilish kerak degan savollarni oldiga qo'yib, mulohiza qilishga boshladi. Xalq hozir zulm kulfatdan,
Nadonliq jaholatdan, xurofotlikdan, bid'atdan xoli bo'lgan porloq kunlarga muhtoj. Bu maqsadga yetishning yagona yo'li xalqni uyg'otish. Ularning dilini ma'rifat nuri bilan yoritish, tashviq targ'iboti, nasihatni kuchaytirish, gazet, jurnal, risola nashr qilish. Xiyol bu yerga kelganda Domullamning ko'z oldiga Qozon, Toshkentlardagi uyg'un ishlar, Misr, Istanbullarda davomlashayotgan usuliy ta'lim, islohot ko'rinishlari, Yevropadagi ilm-fanning taraqqiyot manzarlari suratda kelishga boshladi. Ko'ringan tog' yiroq emas. Xalq baribir uyg'onadi. Ma'rifat chiroqlari yulduzdek chaqnaydi. Dillar yorib, ko'zlar echiladi. Uyg'ongan xalq islohot yurgizib, ilm-fan bilan o'zlarini qurollantirib, o'z taqdirini o'zlari hal qiladi. Quyuq chatqonlardan yo'llar echiladi. Beshimizdagi qora tumonlar surib to'qay qilinadi. Asorat kishallari pochaqlab tashlanadi. Zulm zindonlari kumpay-kum qilinadi. Domullamning xiyol kaptiri ko'kda rosa qanot qiqib parvoz qilayotgan paytda kutubxonaga Mahbubi Noila xonim osta kirib keldi. Tong yetib qolmagandu, ne vaqt bo'ldi? Dedi xonim vaqtni o'qmay bemahal kirib qilib. Pushaymon qilgan tarzi ichiga tin tortib. Tong yetib qolgan bo'lsa, tarasuy hozirlab beray debdim. Xonimning so'zidan qandoqdir nozik ma'no va ochiq ta'ni chiqib turadi. Buni sezgan Domullam qayrilib qaradi. Chiroqning gunga sho'lisida Noila xonim xuddi tuman ichida to'satdan paydo bo'lgan parizodek nozinin ko'rinadi. Xonim nefis shoyidan ko'ngli kiygan edi. Uning avrishim badani Domullamning diqqatini magnitdek tortib turadi. Domullam birdilla bo'shashdi. Butun o'g'ilari telib, qandoqdir yumshoq pariga bosh qo'yib yetish, balki paridinmi necha barobar yumshoqroq bo'lgan qandoqdir oq bulutga chirmishib yetib, orom elishdek insoniy istak va vujudiy talabning urg'iyotganligini sezdida cheqishib, "Sizlarga tong etib ketganday tuyulyapti-da?" deb savol nazarida xonimga qarab qo'ydi. Uning ko'zlaridan qandoqdir his tuyg'ularga to'yingan o't uchqunlari xuddi bozg'ondan cho'chirgan uchqundek cho'chirib, xonimning badanini ko'ydiradi. "Sizlarga to'yilmadimi?" Noila xonim so'zining oxirgi bo'g'imi ma'ni otayin so'zib aytib, til bilan ifodalab bo'lmaydigan cho'nqur ma'nini imo qildi. Orqadilla ulug' kichik tinib, "Bek kesh bo'p ketdi. Har ish o'z chig'ida, o'z yo'lida bo'lsa bo'larmikin?" "Bo'lmamdigan. Har ish o'z yo'lida mangadi." degan Domullam irg'ib o'rnidan turdi-da, tomoqini qirib qo'yib, yotoq uyga qarab mangdi. 6-bob qozixonadagi odil hukm. Har qanday odil hukm rozi bo'lg'uchi bilan norozi bo'lg'uchining o'ttirsida bo'ladi. Donolar so'zi. O'stan bo'yi tarafga ketadigan cho'ng ko'cha shaharning eng obod ko'chalaridan edi. Ko'chaning ichki qosniqi har kunidek bir-biriga tutash selingan son-sanoqsiz kichik do'konlar. Miskarchilik, zargarchilik, to'qimachilik, sanduqchilik, qo'ymachilik, yana qandoqdir milijmol va gazmol do'konlari. Oshxona, navoiyxona, choyxona, satrashxona va boshqa ushoq baqqol do'konlari bilan liq to'lgan edi. Bu ko'chada xaridor o'ksumaydi. Bu yerga E'tiqoq tarafdan ham Qum darvoza, Jonon ko'cha, Bog'chi ko'cha, Tog'orchi ko'cha deb atiladigan nurg'un cho'ng kichik ko'chalardan xaridorlar suvdek eqib keladi. Ular chechak tanlab yurgan hasal harilaridek do'kon oralab yurib suvda qiladi. Va har kim o'ziga kerakli mollani setib oladi. Bugun bozor kuni. Ko'cha xuddi odam dengiziga aylangan edi. Suvda setiq qarasa qizigan bir paytda ko'chadagi sanjaq-sanjaq odamlar xuddi qilichda chepilgandek ikki bo'lakka bo'lindi.
ko'cha o'tirsida yo'l echildi. Qozi domollam kelyapti. Abduqodir domollam kelyapti. Bu so'zlar bilan tang ko'chada bo'layotgan so'z setiq va boshqa ushoq harakatlar varang-churung shov-shuv ovozlar besilib, butun diqqat Heytgoh tarafga burildi. Xalq to'pi Abduqodir domolaning yo'liga taqazzoliq bilan talmuratdi. Qozi domollam solma qadam tashlab keladi. U kimning ro'barosiga kelsa, shu kishi egilib salom beradi. Ba'zanlar domollamning qo'llariga, etak pashlarga tavob qiladi. Xalqning bu qadar yuksak hurmatini kichik pe'illik bilan qabul qilgan domolla ommaga illiq javob qaytirib salom bergach, osta yo'l bosadi. Qozi domolla o'stan bo'yidagi qozixona oldiga yetganda kutilmagan bir voqea yuz berdi. Cho'churidek 4 bolasini agashtirib olgan bir dehqon o'ngrab yig'ilgan peti qozi domollamning oyog'iga tashlanib, putlariga chirmashdi. 50 yoshlarga kelgan, ammo jopon mushaqqatdan vaqtsiz qiyirliq yetib, chiroyi qoqdek qo'rilib ketgan dehqonning jonsiz ko'zlaridan yomg'irdak yosh qo'yiladi. Uning 4 bolasimi tangli toshlanib, noli faryod ko'tarib yosh to'kdi. Bolalarning cho'ngi 12 yosh, kichiki 6 yosh bo'lib, eng kichiki o'g'il, qolganlari qiz edi. Ularning kiyim-kechaklari jul-jul, yerim yalang'och, chochlari taroqsiz bo'lib, yo'qsullik azobida jafo chekayotgan dardmanlar ishkanligi ko'rinib turadi. Hay, undaq qilmang. Har qanday gap bo'lsa, o'ri turib so'zlang. Men xush bo'lay. Qozi domolla enishib dehqonni beshidan qeyrindoshlar juyolab davom qildi. Dehqon omon yig'laydi. Uning ko'zlaridan qo'yilgan yosh xuddi yepi uzilgan marjondek radsiz changi soqollarini bo'ylab yerga tomchilaydi. Bolalarning ma'sum ko'zlaridan munchoq yosh qo'yiladi. Odamlar to'plashdi. Hamma odam ularga ich og'ritadi. Ularning holiga hammadan bekrak echinib, zarda kavob bo'lgan qozi Abduqodir domolla dehqonni yo'lab turg'izib, ahvol so'rashga kirishdi. So'zlang, qani qandoq ish, qandoq dard? Oyonmay so'zlang, dedi u dehqondan ortiq puchilanib. Dehqon hamon buqildab yig'laydi. Uning og'ziga gap kelmayotadi. Bundaq ahvolda Abduqodir domolla takror yolvurmoqdan boshqa chora topolmay harash chekdi. So'zlang qarindishim, so'zlang. Har qancha zo'r ish bo'lsa-mu, o'zingizni besib olib so'zlang. Zodi qandoq ish? Men to'ydim. Jondan, jahondan, hammadan to'ydim. Menga bu jahonning lozimi yo'q. Dehqon yig'i orlash zardi bilan so'zlab bo'g'ilishga boshladi. Sabr qiling, so'zlang. Mana biz yordam qilamiz. Domollamning ko'zlaridan chaqnagan mehribonlik nurlari xuddi challa barangdan tushib turgan nur tangilaridek dehqonning zaif teniga to'kilib turadi. Atrofga o'lashgan jamoatdan bir nechasi orlashishga to'g'ri keldi. So'zlang aka, o'zingizni besib olib esingiz. Qozi domollam dardingizga yetidi, dedi biri nasihat qilib. Domollamning illiq so'zlari va jamoatning pand nasihatlari turkisida ta'sirlangan dehqon bir oz yumshab, balveg'ining uchi bilan ko'z yeshi va burun qushlarini surtib so'zlashga kirishdi. Mening yerim 3-darajalik ya. Sho'rliq, unumsiz yer. Har qancha ishlab terisam-mu, hosil bermaydi. Ba'zan yillari cho'chqon o'riqnimi yig'ib olmayman. Shundoq turuqliq, necha yildan beri 1-darajalik yerning g'allisini to'lab kelyapman. Hech holim qolmadi. Uyda 4 bola non desa, do'rg'i baglar don deydi. Hol esam tinchaydigan kishi yo'q. Bir kuni belki hol aytib kelay deb ketib olsam, marab tishlaydigan bir lolma it paqalchiqimni tishlab oldi. Buning dardida qimir qilamay 2 oy yotdim. Bolalarim och qoldi. Amanning yo'qida ayolim kishi tunimaydigan yaqin yurtlarga berib non tilab keldi. Qanday qilatdik? Buningda boshqa nima amal? Yamulga arz qilib qancha qitim bordim. U yerdimi qozonning quliqi to'tgan. Gapimni tinchaydigan odam chiqmadi. Yer xitingni akal, ko'rimiz deydi. Xatni ko'rsatsam o'qib ko'rib, yering 1-darajalik yakan.
Uşaqlıq qilib kelsən deb tillaydı. Çıngraq tursam qamçılaydı. Ondaq emas, 3-cü dərəcəlik önümsüz yer desəm, yer xitiga işenmeydiğen sarağmısan deb tillab qoğlaydı. G'allini tapşıralmasam, bağlab mahalle aylandırıp sazayı qılıdı. Sulaymiz, zindanıga taşlaymiz deb qorqıtıdı. Ahval şu, men emdi toydum, yergimi, balığımı, cilimgimi toydum, hemmegi toydum. Yarg'itiniz qani? Dedi damollam bir qadam yaqinlab kelib. Dehqon balvig'iga tengib olgan xoltidan bir kollak xatchakni chiqarib damollamga sundi. Uning qo'llari titraydi. Qozixonaga kirayli, yuring. Xatchaklarni olgan qozi damolla dehqonni boshlab mo'ngdi. 4 bolasini agashtirgan dehqon damollamning orqasidan mo'ngdi. Bularga agashgan bir to'p jamoatmu qozixonaga kirdi. Qozixonaga yuzlagan odamlar gurildab kirishga boshladi. To'pning oldida qozi Abduqodir damollam salmoq qadam tashlab keladi. U o'ychan, g'amkin va jiddiy edi. Qozixonaga boldir kelib, qozilar o'ltiradigan so'rinda yukinib o'ltirishgan 3 qozi bu ahvolga hayron bo'lishib, xuddi poyliqchilik qilayotgan turdidek cho'chib, bo'yinlarini so'zishdi. Nima ish, nima vaqa degandek savol nazari bilan qarab qilishdi. Vaqa texi ularga oyon emas edi. Abduqodir damolla 4 tekchilik palampay orqali supuga chiqib, qozilar o'ltiradigan so'ringa yaqinlashganda, boldir kelgan 3 qozi o'rnidan turib, ehtirom bildirgandan keyin qozi damollamning qo'lidagi bir tutam xat vazqalarga qarashib vaqani bilishga taqazzo bo'lishdi. O'ng'icha supi oldida sap tuzilib, so'roq maydoni rastlandi. Supi bilan omma o'tirsidagi ishga g'ulash bo'sh yerda da'vogar dehqon bilan uning 4 bolasi turadi. Dard alam va qayg'u hasratlar tufayli qo'zlari o'ltirishib ketgan dehqonning o'ri ko'zlari bilan suyi tortilishga boshlagan ko'lchakda jon tolishib piltinglayotgan qumchoqlardek zaiflashgan bolalarning qop-qora ko'zlaridan adolat, haqqoniyatga bo'lgan kuchli taqozolik nuri chaqnab turadi. Ular butun diqqati bilan adolat qozisi Abduqodir damolligi talmuratdi. Yeringiz zodi qandoq yer? Dedi qozi damolla qo'lidagi xatchaklarga inchikilab ko'z shugurtib. Uning chiroyidan gumonlanish alomatlari ko'rinadi. Sho'rliq, unumsiz yer. Zaychaqadigan ojiz yer. Dedi dehqon o'z yerining ahvolini takror tunishtirib. Tuyuqsiz to'p ichidan bir kishi "Men guvohdan o'tay" deb cho'ng'ildab chiqib, qo'l qovushtirib qozilarga salom bergandan keyin so'zga kirishdi. "Men Nuraxunkamning yer qo'shnisi. Mening yerimmi Nuraxunkamning yeriga o'xshash sho'rliq, zaychaqadigan yer. Chashqan urug'nimi to'lab beramaydigan bulumsiz yer. Undaq bo'lsa, nima uchun Nuraxunning yer xitiga oliy yer deb yozilgan?" dedi qozi damolla qo'lidagi yer xitini begiz qo'li bilan no'qib turib. "Voytang", dedi guvohchi hayron bo'lgan holda. "Mening yer xitimga 3-darajalik yer deb yozilgan. Nuraxunkamning yer xitiga nima uchun oliy yer deb yozilganligini necha yildan zodi tushunolmadik. Qari turk odamlar hech nimani bilmaydi ekanmiz. Bo'lmasa, Nuraxunkamning beshidagi qiyinchilikni ko'rib kelyapmiz. Amalimiz yo'q." Aslida 3-darajalik nochor yer marg'o deb ayin harfi bilan yozilishi lozim edi. Afsuski, yer xitiga mar'o deb hamza harfi bilan yozilib, oliy darajalik yer qilib qo'yilgan. Arab yoziqidagi bir harfning olmishib qelishidan kelib chiqqan bu xatolik dehqon Nuraxunga bir qancha yildan beri zulm azob selib, uni jondan, jahondan ketishga majburlagan edi. Bu nima degan qo'rqinchli ahvol, ha? Qozi damolla qo'lidagi yer xitidan gumonlandida ko'rib yiqinglar degandek qilib xatni bu yoqqa qozilarga sundi. Qator o'ltirgan qozilar xatni qo'ldan qo'lga elib ko'rib chiqqandan keyin o'zaro ko'z uchrashtirib, ondan bosh qoziga qaradi. Ularning ko'zlaridan mu gumoniy tuyg'ular ifodalanib turadi.
Hamma qozining tushunchisi bir nuqtaga markazlashganligini sezgan Abduqodir Damulla tahqiqlash qaroriga keldida dehqondan so'radi. Bu xat qachon, qayerda yozilgan, qaysi xattot yozgan bilamsiz? 4-5 yil bo'ldi, dedi dehqon huduqqan holda. Men bilaman. Deb varqirdi heliqi guvohchi yana oldiga chiqib. Bu yil naq 7 yil bo'ldi. Shu yili tug'ilgan kenja o'g'lim bu yil 7 yoshga kirdi. Shu kuni xotinim o'g'il tug'di deb xush bo'lib, yangi beshik setib olg'ili bozorga kirsam, Nuraxun ukam hetgoh oldida Mulla Ahmad Oxun degan xattotga xat yozdirib yuribdi ekan. Hozirgidek yodimda bor. Xattot hozir bor odammi? Babamman degan yengili ko'rdim. Qo'liga qalam qistirib, hetgoh oldida o'ltiradi. Qozi Damulla guvohchiga odam qo'shib xattotni qichqirib kelishga avatdi. Xatchi mulla keldi! Shivirlashayotgan ammo birdilla qoyilib ishik tarafga qarashdi. O'ttiri bo'y, ammo gavdalik ko'rinadigan. O'ngi qaramtul bir odam qozixonaga kirib keldi. Bu heliqi xattot Ahmad Oxun edi. U qozilarga salom bergandan keyin qo'l qo'yishtirib turdi. Qozi Damullam bu odamga boshdan oyoq sapsilib qarab chiqqandan keyin so'radi. Ismingiz? Ismim Mulla Ahmad Oxunom. Bu xatni siz yozganmi? Mulla Ahmad beshini ko'tarib Qozi Damullaga qaradi. Uning o'chkininkidek nursiz ko'zlari bezang ko'rinadi. Ko'ring, qo'lingizga ilib javob bering, dedi Qozi Damulla xatni sunib. Mulla Ahmad xatni qo'liga ilib sinchilab qarab chiqqandan keyin javob berdi. Xo'sh, men yozgan. Aslida Marg'o deb ayin bilan yozilgan xat Mar'o deb hamza bilan xato yozilgan. Nima uchun shunda xato yozildi? Xatchi mulla javob qilmasdan beshini to'van selib tushib turadi. Uning gadan quloqlari qon uyib qolgandek qoridab ketyotadi. Damullam uning o'ng'ay silinayotganligini sezib, og'ziga gap selib yana savol qo'ydi. Bilib yozganmi yoki bilmaslikdanmi? Xo'sh, bilmabdiman. Madrasada o'qiganmi? Bir necha yil o'qigan, Zanjoni avomilgacha. Demak, siz 20 yilda to'xtab qolgan, shundaqmi? Xo'sh. Damulla shu Allah Mulla Ahmad Zanjoni kitobda gochi bo'lib 20 yo'lda to'xtab qolganlardan biri ekan. deganni ko'nglidan kechirib, nima uchundir ulug' kichik tinib xursindida madrasalarda o'qitish islohoti yurgizishning qanchalik muhim ekanligini yana bir martaba his qildi. U necha yildan beri azob oqibat chekib, halokat girdobig'i berib qolgan dehqong'imi, madrasada o'qib gochi bo'lib chiqqan chala mo'llig'imi ich og'ritadi. Ma'lum bo'ldiki, Marg'o deb yozilgan 3-darajalik yerni bilmaslikdan hamza bilan Mar'o deb yozib, oliy darajalik yer qilib yozib qo'yibsiz. Natijada yer egisi Nuraxun 3-darajalik yer uchun 1-darajalik yerning g'allisini to'lab azob tortgan. Hatto aziz farzandlardan voz kechish holatiga yetgan. Baxtga yarasha fojialik vaqa kelib chiqmagan. Agar fojia kelib chiqqan bo'lsa, uning o'vali kimga bo'ladi? Shubhasizki, u siz Ahmad Mullaning zimmasiga tushadi. Siz bu yerdagi savallikning eg'irligini tunudingizmi? Bu xatolikni ustingizga ola olamsiz. Xo'sh, iltifotlari. Bu xatoligingiz uchun jazo hukm qilinsa, sizda boshqacha fikr tug'iladimi? Shariat qonunidagi moddalarning yuzaki yezilib qolgan moddalar bo'lmasdan, balki ko'plagan oq ko'ngil, odil o'limalarning uzun yil muzokara va mutolaa qilishi bilan tuzilib, uzun yillik ijtimoiy sinoqlardan o'tgan odil moddalar ekanligini cho'nqur tushunadigan qozi Abduqodir Damulla bugungi so'roqda oldi bilan javobgarni iqror qildirish. Ondan shakllangan savallik va jinoyatga yarasha qonuniy jazo hukm qilinadiganligini tunutish orqali javobgarga berilgan jazoni aqliy qabul qildirishni maqsad qilib, nihoyatda silliq va inchiklik bilan so'roq yurgizdi. So'roq davomida javobgarga hayf qilmadi
g'azablanat yog'dirib, diliga ozor bermadi. Butunlay qoida so'zlab, yo'lliq so'roq qilish orqali javobgarni qoyil qilishga, sodir bo'lgan gunohga yarasha jazo hukm qilinadiganligini majburan emas, aqlan to'nitishga tirishgan damulla nuqtaliq savollarni yana takrorladi. Bu xatolig'ingiz uchun jazo hukm qilinsa, al hukmilillah deb chin dilingizdan qoyil bo'lamsiz. Xo'sh, iltifotlari, dedi Ahmad Molla texmu titrab. Javobgarning iltifotlari deganligiga va titrayotganligiga qarab, uning jazoga qoyil emasligini, shuningdek, qo'lisidan o'tmayotgan qandoqdir bir masala borligini his qilgan Damulla uningga yana tushuncha berishni muvofiq ko'rdi. Jazo qonuni biz qozilar o'z maylimizcha tuzib olgan narsa emas. Shunga uni biz iltifot qila olmaymiz. Kimki savallik va xatolik o'tkazgan, shundaqla ulardan jinoyat shakllangan bo'lsa, mazkur jinoyatning kishilarga yetkazgan ziyon zahmatining og'ir yenikligiga qarab, uni qonun bo'yicha jazo hukm qilamiz. Buni tushunishingiz kerak. Xo'sh, taqsir. Javobgar yanada titraydi. Damullam uning nima sababdan titrayotganligini anqirmoqchi bo'lgandek, uningga zan selib qarab turib qoldi. Lekin u bir sir edi. Bu sir faqat Molla Ahmadga ayon edi. U bu xatni yezish oldida yezi zo'migiri Mahmud Beydan bir sar kumush para olganligi uchun xatni qasdan xato yozgan. Ammo u Mahmud Beyning mundaq qilishdagi muddaosidan bexabar edi. Demak, u ichida mushundaq bir sir bo'lganlikdan titrayotdi. Bu sirni oshkora qilay desa, birinchidan Beydan qo'rqidi. Ikkinchidan, kishilarning bir sar kumushga vijdoningni setib, mo'min, bechora odamga ziyonkashlik qildingmi deydigan to'p tanisiga qilishdan andish qiladi. Uchinchidan, sirni oshkora qilgan taqdirdami, Begning muddaosi to'g'risida bir nima degili bo'lmaydi. Mushundaq murakkab xiyollar qo'ynida orisalda bo'lgan Molla Ahmad oxir bu haqda bir nima demaslik qaroriga kelgan bo'lsa-mu, afsuski, bu sir hamon uni titratmoqda edi. Sirning tegi-tagdi Bekka oyon. Aslida Begning Nuraxunning yeriga yandash ketgan bir saloh yeri bo'lib, uni kengaytishni orzu qiladi. Yo'qsul, ojiz dehqonlarni vayron qilish hisobiga yer zamin kengaytib odatlangan Begning Nuraxunning yeriga ko'zi tushdi-da, yer xeytini yanglash fursatida Ahmad Mollaga bir sar tanga pora berish orqali yer xeytini xato yozdirib, Nuraxunni vayron qilish. U qachonki yerni setishga majbur bo'lganda, o'zi setib elib, o'z yerini kengaytishni qasdlaydi. Bu xil suiqasdni Molla Ahmad tushunmaydi. Natijada jingilmosh yiltizlardek bir-biriga tutishib shakllangan bu jinoyat dehqonni jinidan joq to'ydirib yig'latgan bo'lsa, Molla Ahmadni orisalda qilib titratgan edi. Qozi Damulla bir pas diqqat qilib qaragan bo'lsa-mu, Molla Ahmadning ichki sirlarini bilishga ojizlik qildi. Lekin uning ko'nglida qandoqdir bir xil dard borligini his qilib, yengil chora bilan hal qilmoqchi bo'ldi. Molla Ahmadmi titirmisin? Nuraxunmi yig'limisin? Bu ishni mundaq bir taraf qilayli, dedi Qozi Damulla ko'pchilikka va yenidagi 3 qoziga qarab. Dehqon Nuraxunning yer xati tuzitilib qayta yozilsin. Ilgirki xato yozilgan xat mansux qilinib, ko'ydirib tashlansin. Mahkamadan odam avatilib, Yamildagi g'alla paraq daftari tuzitilsin. Nuraxunning g'alla paraqni bir qancha yil ortiq topshirib kelganligi va hozirgi qiyin ahvoli e'tiborga elinib, ilgari o'rinsiz ortiq to'lab kelgan g'alla paraq miqdori to'ldirilgan qadar g'alla paraq ilinmaydigan qilinsin. Shunda qilsak bo'lamdi. Hayajonlanganida buquldab yig'lab ketgan Nuraxun ta'zim bajo keltirdi. Jamoat ichidan adolat degan inkaslar anglandi. Qozi Damulla burilib Molla Ahmadga qarab dedi. Garchi ichinishlik eg'ir fojia kelib chiqmagan bo'lsa-mu, har holda ahvolning mizoji eg'ir. Buningdan keyin bundaq uvolchiliklarning qayta sodir bo'lishining oldini olish uchun Molla Ahmadning buningdan keyin hetgoh va qozixona oldida xattot qilishiga ruxsat qilinmasin. Shunda qilsak bo'lamdi. Bo'ladi.
Adolat! Adolat! Ko'pchilik ichidan ta'sirlik sadolar yangradi. Duo olqishlar anglandi. Adli adolatning qudrati namoyon bo'lib, hamma odamni xush qilgan edi. 7-bob g'amxo'rlik. Qashqarda yosh bolalar hammom ostida kuldi yoturlar. Maktab marshi. Qish osmoni nepis tuman bilan qoplangan. Quyosh xuddi parda orqasida yongan chiroqdek g'uva ko'rinadi. Shaharda qahraton sovuq hukm suradi. Izg'irin shamol gurkiraydi. Har atiganligi supurib tozalab, ozroq suv chechilgan rasti ko'chalarda nepis bir qavat muz qatgan edi. Anjon rastisi, O'stan bo'yi. Qum darvozaga ketadigan asosliq ko'chalardagi do'konlar sovuqning yomonligida baqasam to'n yoki qilin juva. Chekman choponlarga qo'nchoqdek sipti o'rilib, yukingan peti qimir qilmay o'ltirishadi. Ba'zi do'kondorlar muzlagan qo'llarini pat-pat sandal cho'g'ida isitqach, tasbih siyirib o'ltiradi. Sovuqning kuchini ko'rsin degandek, oshxonalardan xuddi jodugar paydo qilgan tomonlardek qo'yi-qo'r purqirab turadi. Ko'chada odam ko'p. So'da setiq qilg'uvchilar, uyan-buyan mong'uvchilar tinimsiz o'tishib turadi. Sovuqning kuchidan bo'lsa kerak, to'li odamlar chekman choponlarga ching yo'ginib, tumshiqini chopinining ichiga tiqib, bir mursini egiz, bir mursini past qilgan holda shamolga qarshi qiypash mengishadi. Saroydan saroyga mata, chekman to'shig'uchi hammollarmo ko'zga cheliqadi. O'z gavdasidan necha barobar yo'g'an mata toylarning eg'irligidan ballari egilib, putlari dir-dir titirgan hammollar eg'ir hosirganda eg'iz burunlaridan purqirab ho'r chiqadi. Qosh kirpiklariga oppoq qiro bog'lagan edi. Burut soqollariga muz tutgan edi. Yeli bu ko'ldan suv to'shib, to'xtamlashgan uylarni suv bilan ta'minlab, hayot kechirguchi so'g'ichilarmu sovuqning kuchidan bo'lsa kerak, shundoq tez mang'atdiki, ularning qaysi ko'chadan chiqib, qaysi ko'chaga kirib ketganligini ko'rib ulgurgili bo'lmaydi. Ular shaytonning o'zi edi. G'ilpol ko'rinib qoladi-da, yana g'ib qilib yo'qab ketadi. Sovuqqa parvo qilmasdan uchisiga kamchat yoqiliq chuva. Baqasam to'n yoki ova chekmanida tikilgan paxtaliq chopon. Beshiga kamchat yoki qama to'moq kiyib, dug'daymasdan kerilib yuradigan boylar va boyvachalar shalong edi. Egin oyig'i yelin yupun kishilar ko'p edi. Sovuqning ochiqida ching yo'ga verib qo'ltiqi so'kilib, mozlari cho'g'ilib ketgan yoki pashsiri ko'yib ketgan choponlarni kiyib olgan g'erib g'urvalar texmi ko'p edi. Kishilarning to'lisi qosqon to'moq kiyadi. Ko'k movutda tashlangan qashqar to'moqi kiyganlar shalong edi. Ammo ularning to'moqini qo'liqig'icha cho'kirib kiyib olganligidan sovuqning kuchini mo'ljarlagili bo'ladi. Sovuq. Qahraton sovuq. Sening mudihish qo'yningda jut shivirg'anliq shamollaringda kimlarning qondoqligini, kimlarning kerilib, kimlarning dug'dayib yurganligini farq etgili bo'lgandek, hayot tampunligining naqadar buzilib ketganligini ko'rib yetgili bo'ladi. Rahimsiz qora sovuq hukmronlik qilayotgan shaharda Gulaq deb atiladigan hammom gulxonasida yana bir xil hayot davom qilmoqda. U yerda uchisi yelin, tizi ochiq, yalang oyoq bir to'p bolalar kulga ko'milib, sovuqqa qarshi jang e'lon qilib, qiziqarli hikoya so'zlashmoqda. Ularning ikki hikoyasi bor. Biri xalq ichidan kelgan bolalar to'limi qiziqadigan, yod biladigan qiziq hikoya. Yana biri o'zlarining hikoyasi edi. Bosh ko'zlari kulga milangan, qo'l putlarini qosmoq bosgan, chochlari o'sib gadan yopgan. Ko'zlari qora qumchoqninkidek pildirlab turgan bolalar Eminning hikoya so'zlab berishini talab qilib churuqlashadi. Emin aka, hikoya aytib bergina, xush bo'lib ketayli. Jinim aka, Xo'jam aka deysang aytib berman. Deymiz, jinim aka, Xo'jam aka, xush bo'layli aka, aytib bergina, hikoya aytib bera. Bolalar og'ziga tegmay churuqlab,
yalvurib qista verganlikdan xamsemiz, yo'g'on bosh, o'r ko'z kelgan 12 yoshlar chamisidagi Emin hikoya so'zlashga majbur bo'ldi. Burunning burunsida daryoga yaqinmi emas, yiroqmi emas bir o'rmonning naq o'ttirsida, pakarmi emas, egizmi emas bir yetim to'g'raqning soyisida pit bilan birga do'st bo'pti. Emin hikoyasini boshladi. Balalar uning og'ziga qarab o'tirishadi. Kulsang so'zlamayman, hech narsangni ko'zlamayman. Kaşlı chiqsa tuzlamayman, yig'lashsang bazlamayman. Mati chekman, gazlamayman, yo'qab ketsang izlamayman. Jim o'ltirib anglarsang, to'xoni taq, mushukni pash demayman. Anglashdingmi shumtaklar? Hech qaysinga xo'sh demayman. Shunda qilib, pit bilan birga do'st bo'pti. Do'st bo'lgandimi, bakmi xush bo'pti. Biri bir o'shga, biri bir qo'shqar suyib, ikki tangni go'sht qipti. Qattiq o'tindi o't qalab, qizil marjon cho'q qipti. Ussab qolsaq ichimiz deb, ikki maltaq do'q qipti. Go'shtni kavob qilib, qursoq deganni to'ydiribdi. Maydisini o'tqa qaqlab, rahatlanib o'ltiribdi. Bir chaqlag'i yetganda pit eg'izlanib, "Jinim adosh, qursoq to'ydi. Mundaq o'ltiraversak, zerikib qoladiganmiz. Bekar o'ltirib, telib qoladiganmiz. Bekar o'ltirgandan bekarga ishlar debdikan. Mundaq o'ltirgandan ikkimiz bir o'yin qilsak qandoq debdi." Birga uning taklifini ma'qul ko'rib, "Qani qandoq o'yin qilamiz debdikan?" Pit qo'pib, "Ikkimiz baslashayli. Mushu cho'g'ning ustidan qaysimiz sakrab o'tib ketsak, shu o'g'il bola nochi hisoblansin" debdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damo'li haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik.